Toshkent sari yo'lga chiqdim. Peshkom emas, minib olib eshakka. Voy uka, Surxondaryoni sharmanda qilma. Sani miyangni kim buzdi hayronman. Tinchgina qo'yib o'qib, she'r aytib yurgan bola eding. Bu nima ahvol endi, eshak minib olib, qo'lda bayroq. Bunaqa sharmandagarchilikni qilmagin. Nima Toshkentga borsang, toshkentliklar bir quchoq ochib kutib oladi, mana eshak minib keldi, bayroq ko'tarib deb. Surxondaryoni sharmanda qilyapsan, bunaqa ish qilmagin uka. Odamlar chiqyapti peshkom velosiped bilan. O'zi kulgiga qo'yib yotibdi. Hech bo'lmasa bir ot bilan chiqqaningda ham mayli edi-da. Uyatda o'zi eshak temasini bilsang kerak. Batar odamni sharmanda qilyapsan. Bunaqa ish qilmagin. Akang, ukang, o'g'aylaring yo'qmi? Nasihat berib qo'yadigan, bunaqa sharmanda qilib bizlarni boshimizda ekmagin deydigan bir o'g'ayn urug'laring yo'qmi? Bu ish yaxshi emas uka. Men o'zimni fikrimda aytayapman. Seni so'kayotganim yo'q, haqorat qilayotganim yo'q. Lekin bu Surxondaryoni sha'niga to'g'ri keladigan narsa emas bu eshak minib. Butun xalq ko'radi-da buni. Odamlar nima xayolga boradi? Xo'p, Toshkentga bording deylik. Nima qilasan borib? Orqasiga bir aravacha tortib ishlaysanmi-ki, nima qilasan? Bilmadim odamlarga nima bo'lyapti. 70, 75, 75 desa, Surxondaryo desa, odamlarni ko'z oldida bir polvon yigitlar, chobog'onlar keladi-da. Bunaqa yoshlarning kallasini buzmagin uka.